Kecha to'yga bordik, Instagramga ko'rardik, shunaqa videolarni biz ham takrorladik. Ijtimoiy tarmoqlarda Rometan tumanidagi to'y kortejida guruh bo'lib harakatlanish, shuningdek yana bir nechta turdagi qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib, yo'lda harakatlangan video tarqaldi. Ushbu holat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tezda o'rganildi. Ko'rib turganingizdek, barcha avtomashinalar vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi va ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Qadrli fuqarolar, aziz yoshlar, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling, zero siz bilan bu kabi holatlar takrorlanishiga aslo yo'l qo'ymang. Haydovchilik guvohnomam yo'q edi. Jaralarimga havas qilib mashinani olib chiqdim. Davlat raqamini yechib harakatlandim. Kortejga qo'shildim. Guruh bo'lib harakatlandim. Sizlarga maslahat beramiz boshqalarga. Undan keyin qaytib bu xatoni qilmaymiz. Kecha to'yga bordik, Instagramga ko'rardik, shunaqa videolarni biz ham takrorladik. Mana bugun berib turibmiz. Qaytib bo'lmaydi. Boshqalarga maslahat bermaymiz.